Assalomu alaykum ahli YouTube kanalimiz a'zolari. Mana bugun Ramazon oyining 1-kuni 2026-yil 19-fevral navbatdagi laboga ham mana tungi o'rab bo'ldik. Bu laboni egalari Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan yetkazibdilar. Hop, laboni ichlariga polni mana shu holatdagi rezinka tashlangan. Bu joylari konteyner bog'lab qo'yilgan mana. Bu narsalar qattiq tegadigan bo'lsa, mana shu narsa ushab qoladi, tunuka bukilmaydi, zarbalar o'tkazmaydi. Kuzovga Penaplex ham xuddi shu holatda shumkalab qilingan, yo'llari ham bukilgan mana. Penaplex salonga issiq sovuq mana bu orqadan urishini ham oldini oladi. Hashay-pashaylar ham tushmaydi bu joylarga ham mana 1,5 sm ichkariga qaytgan holatda bo'ladi. Ochganda qo'lni kesmaydi, ilmaydi. Shunaqa holatda. Bu holatda ochiladi, sondiqchalar kirishingiz mumkin. Endi mana bunaqa muammolar bo'lmaydi. Akkumulyatorga loy sachgan, qum sachgan holatlar bo'lmaydi. Xudo xolasa, mana bu holatda mana akkumulyatorda yopib turadi. Ko'rib turibsizlarmi? Qalinliklari ham yaxshi. Akkumulyator zashcha qiladi, ichiga arqon ключ aptechkalar solib ishlatsa bo'laveradi. Qalinliklar 1.8 mm bo'ladi. Alohida sotuvda bor bu sondig'imiz. Bemalol sondiqni o'zi kerak bo'lsa ham, tunuka qoplatilgan bo'lsa, telefon qilishingiz mumkin. Imkon qadar o'rnatib kelishtirgan holatda beramiz. Bunaqa rezinkasi ham alohida sotuvda bor. Rezinkani ichlarida iplari bor. Mana bu tomoni sig'liq. Bu ham tanga holatda bo'ladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat ichida mana shu holatda chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa, kommentariyga yozib qo'yishingiz mumkin. Fikr mulohazalaringizni yozib qo'yinglar. Do'stlarga, yaqinlarga, labo olgan, tanish bilish aka-ukalarga jo'natishni unutmanglar. Like bosib, obuna bo'lib, kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.